Assalomu alaykum akalar. Sizlarni ham beda dala maydoninglarda shunaqa yashil qurt bosib ketib, shunaqa qilib yeb tashlayotgan bo'lsa, sarg'aytirib barglarini. Albatta bu videoni oxirigacha tomosha qilinglar. Sizlarga juda ham tez o'ldirishdi va juda ham tez bu qurtlardan qutulish haqida Jamshid aka bilan zo'r qilib video qilganmiz. Assalomu alaykum hurmatli dehqonlar, fermerlar, bog'bon akalar. Ayni damda O'zbekistonda dehqonlarni bedadagi qurut juda ham qiynab kelyapti. Jamshid aka beda qurut haqida juda ham tez va sifatli dehqonlarimizga ma'lumot berib o'tsangiz, siz ma'lumot berishingizdan oldin Jamshid aka bilan kelib qurutga o'sha dorilarimizni sevib qo'yganmiz. Mana ular 10 minut 15 minut ichida o'lishni boshladi. Sekin xastalik bilan o'lish boshlayapti. Mana qolganlari o'sha sekin jonsizlanib, mana o'sha ancha qiyin ahvolga tushib qolgan. Mana ko'p qismi lekin o'lib bo'ldi. To'g'ri. Dorilar haqida, qurut haqida Jamshid aka zarar haqida juda ham tez. Hurmatli fermerlar, dehqonlar, bizlarni kuzatuvchilar, hozirgi kunda o'sha beda yetishtirish bilan, beda press yetishtirish bilan yoki bo'lmasa bedani senaji bilan bedani senajini yetishtirish bilan shug'ullanadigan fermerlar, dehqonlar hozirgi kundagi mavjud dolzarb muammolardan bittasi bu o'sha fitonomusni qurti bedalarga kuchli tushishni boshlagan. Kuchli tushishining sababi, asosiy sabablaridan birini aytib o'tib ketamiz. Xo'p, eng asosiy sabablardan biri bu o'sha fitonomusni yurtimizga erta fevral oylarida issiq kelishi oqibatida o'sha bahor erta kelishi natijasida fitonomuslar erta qishlovdan chiqqan va shu bilan birgalikda juflash jarayonida o'sha tuxum qo'yishlari ham erta boshlanib ketgan. Hop, asosiy ma'lumot sifatida aytib o'tib ketaman. Bu o'sha diqqat bilan kuzatiladigan, eshitiladigan va eslab qolinadigan ma'lumot sifatida qaraladi. Bu ma'lumotga fitonomus o'zi bitta tuxum qo'yganda bitta joyga 3 tadan 30 tagacha tuxum qo'yadi. Endi mavsum davomida 2000 tadan 2,5 mingtagacha tuxum qo'yadi. Shuning uchun ham hozirgi kunda o'sha bahor fitonomus rivojlanishi uchun qo'lga kelganligi uchun ham juda ham ko'payib ketdi dalalarda. Bitta bedani o'zida 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 tagacha ko'ryapmiz, kuzatyapmiz. Bitta yulib ko'rsatsak bo'ladimi Jamshid aka? Ko'rsatmaymiz, o'sha joyida ham ko'rsataveramiz. Mana kelib olib kelasiz, ko'rsatamiz. Mana aka, mayalar duj yevaribdi Jamshid aka, sarg'aytirib tashlagan mana bu oralarni ham. Hozir olib kelib sekin ko'rsatasiz. Sekin astalik bilan mana o'sha qo'limga ham tushib keldi. Xo'p, o'zi mana ko'payib ketgan mana. Ko'rsatasiz. Barglarda uchlarda turibdi. Qara ko'rsatyapman. Barglarni yeb tashlayapman mana. Mana endi kelib ko'rsatasiz, yana mana ham turibdi. Shu tushmagan har bitta stolida, har bitta o'sha poyasida, har bittasida bor, mana ko'ryapsiz. Ilma teshik qilib tashlagan. Bu shunaqa darajada xavfli hasharotga aylanib bo'ldiki, hozirgi kunda o'sha tez ko'payib ketadi va tuxumlarning soni ko'p bo'lganligi jihatdan ham, bularning ko'payishiga qulay sharoit bo'lganligi jihatdan ham mana harakatlarni ko'rsatib qo'yasiz kelib, mana faol. Endi bunga mana bu bir chiroyli yurib turibdi akalar, maytdagilar mana tamom bo'lgan o'zi hammasi. Xo'p, mana shu eng asosiy ma'lumotlardan bittasi biri bo'lib hisoblanadi. Endi ko'pchilik o'sha beda ekin maydonlarini kuzatib qo'yishadi. Bizga ham juda ko'p dehqonlardan, fermerlardan bedani zarar kunandasiga, bedani qurtiga nima dori sepaylik deb so'rashyapti. O'sha savollar ko'p tushyapti, murojaatlar ko'p bo'lyapti. Mana shuning uchun ham hozir biz beda ekin maydoniga kelib turib, o'sha bedani qurtiga ma'lumotlar berib, shu bilan birgalikda o'sha preparatlar haqida ma'lumot berib o'tib ketamiz. Xo'p, eng avvalo biza hozir tez natija ko'rsatish uchun, tezroq beda qurtidan tezroq qutulib olish uchun eng kerakli preparatlarni, kerakli retseptlarni tanladik. Bo'yicha. Birinchi navbatda biza qaror qildikki, Apracline preparatimizga Enjo preparatimizni o'sha mo'ljal qilib oldik. Enjo Gold preparatimizni. Hop, bularni nimaga tanladik? Eng avvalo o'sha Tiamitex tarkibi borligi va shu bilan birgalikda lambda siklatrin tarkibi borligi uchun mana shuni tanladik. Undan tashqari, hop, Emamectin benzat shu bilan birgalikda Tiamitex tarkibli dorilarni tanlab turib, undan keyin bedaga tezroq sepishni tavsiya mo'ljal qildik. Sababi bu lambda siklatrin ta'sir qiluvchi moddali dori ham kontakt ta'sir qilganligi uchun ham tegishi bilan ta'sir boshlaydi. Tegishi bilan tezda darhol ta'sir qilishi bilan ajralib turganligi uchun biz Enjo preparatini tanladik. Undan tashqari Apracline preparati ham
nihoyatda tezroq ta'sir qiladi. Shuning uchun ham shuni tanladik. Ana endi Ikkalasini qo'shimcha qilib tanladik. Ha. Ularga sherik qilib akalar ularga sherikmi? pH Gold. Bularga sherik emas, sherik deyish noto'g'ri bo'lib qoladi. Bu o'sha suvlarimizni hozirgi kunda juda ko'p dorilar ishlamayapti deb kelishyapti. O'sha bizga Tojikistondan ham murojaat bo'ldi. Bitta do'konchi akamiz telefon qilib o'sha dorilar ishlamay qolyapti, nima dorilar bor deb savollikka tushganligi uchun ham aytamizki, biza hozirgi kunda suvlarni pH ko'rsatkichlarini o'rganib turib, undan keyin preparatlarni tavsiya qilyapmiz. Shuning uchun pH balansini eng birinchi navbatga qo'yyapmizki, suvlarni dorilar ishlaydigan neytral ko'rsatkichlarga keltirib olish uchun pH balansini qo'yib turib, undan so'ng Enjo va Aprakaline preparatimizni qo'shib turib, dori qilib sepamiz. Hozir endi mana biz o'zimiz ham tayyorlab olib kelib oldik, to'g'risi. Tayyorlab, o'sha hozir sepib, shu natijasini ham shu ko'rsatib qo'yamiz. Tayyorlab ketgan joyimizdagi natija shu bo'ladi. Hammasi quribdi Jamshid aka o'zi to'xtatdi. Bittasi qolgani lekin mana dumalab yotibdi. Mana ham sal harakati bo'lishi mumkin, lekin qolgan juda ko'p o'lish. Jamshid aka 10 minut 15 minutga yaxshi natija menimcha, xudo xolasa 1-2 soatda o'zi yo'q qilib. Yarim soatlarda o'sha sekin boshlanadi, lekin hozir bir ko'ryapsiz, 10 minut 15 minut bo'ldi. Natija yomon emas. Darhol tez natija ko'rish uchun, misol uchun ko'pchilikda o'sha o'lmayapti. Turolmaymiz o'sha tez sep tashlashimiz kerak deyilganligi uchun biz bugun kuni bo'yi o'ylab o'sha Aprakaline va Enjo preparatlarimizni retseptini tanlab turib sepishga qaror qildik. Jamshid aka, faqat qurut uchun shu dorilarni ayni vaqtda tavsiya qila olamizmi yo boshqa preparatlarimizni ham tavsiya qilsak bo'ladimi? U haqida ham to'liqroq ma'lumot aytib berib kemiruvchi hasharotlarga Agrigold Plus kompaniyasini o'sha preparatlari ko'p. Misol uchun Morgan Gold preparati bor, shu bilan birgalikda Tsunami preparati bor, Hitacline preparatlari bor. Bular ham o'sha kerakli o'sha kemiruvchi hasharotlarga yaxshi ishlab beradi, samarali ishlab beradi. Endi bugun biza tezroq natija ko'rish uchun, tezroq qurtlardan tezroq qutulib olish uchun ham kontakt, ham translaminar, ham tizimli ta'siriga ega bo'lgan preparatlarni tanlab turib, undan keyin o'sha uch xil ham kontakt, ham translaminar, ham tizimli ta'siriga ega bo'lgan preparatlarni tez natija olish uchun tanlaganligimiz shu alohida retsept sifatida ko'rsatib beramiz bizani obunachilarimizga. Jamshid aka, yana bitta narsa. Gektar rasxodi haqida ham dehqonlarimizga qancha suv sepsa maqsadga muvofiq bo'ladi qurut uchun kurashayotgan vaziyatda shu haqida ham ma'lumot berib o'tib keting. Xo'p, endi suv oxirgi o'sha suvga ko'pchilik so'raydi-da, o'zingizdan bilasiz. Suv urg'u berasiz, o'zi gektar hisobida 300 litr suvga tayyorlab turib sepiladigan bo'lsa, har qanday preparatlar, aytaylik, bu fungitsidlar, bu insektisidlar, akaritsidlar, gerbitsidlar ham o'sha 300 litr suv gektar hisobida hisoblab turib sepilsa, juda yaxshi natija beradi va 300 litr suvga dorilarning sarf me'yorlarini to'g'rilab turib sepish bu yaxshi natija beradi. Endi hozir biz nima ish qildik? Biz misol uchun Aprakaline dorimizdan gektariga 300-400 gram atrofida mo'ljal qildik. Hozir biz eng minimal dozani oldik. 300 grammi gektar hisobida hisoblab turib, shu hozir mana bakalashkamizga ko'rsatamiz. Va shu bakalashkamizga qo'shdik. Undan tashqari Enjo preparatimizni ham misol uchun gektariga 200 gram hisobida hisoblab turib, yaxshiroq ko'rsatib qo'yasiz. Gektariga 200 gram hisobida hisoblab turib, o'sha 2 litrlik suvimizga hisoblab proporsiya qilib chiqarib olib, keyin qo'shdik. Endi mana shu gektariga 300-400 gram Aprakaline, gektariga 200 gram, 250 gram atrofida Enjo Gold preparatimizni qo'shib turib sepish bu yaxshi natija beradi va albatta eng avvalo o'sha suv pH'ini neytral ko'rsatkichlarga keltirib olish uchun birinchi navbatda dorilarni qo'shmasdan avval, bundan avval videolarimizda ham ko'rsatib o'tganmiz, o'zimiz tayyorlab, chelaklarda tayyorlab, begonotlarga qarshi kurashayotganda ko'rsatib o'tganmiz. pH balansi birinchi navbatda qo'shiladi. Suvlar neytral ko'rsatkichlarga kelib bo'lgandan keyin, undan keyin preparatlarni qo'llash yana ham yaxshi, zo'r samara beradi. Shu alohida to'xtalib o'tiladigan savollar yoki bo'lmasa alohida berib o'tiladigan ma'lumotlar sifatida aytib o'tamiz. Jamshid aka, ma'lumotlar uchun rahmat. Qurtlarni yana ham bir yaqinroqdan ko'rsatib qo'yaylik akalar. Mana qurtlar o'zi hammasi deyarli qotib bo'ldi. O'lib qatib qoldi o'zi. Hammasi ham orientirga qotib qo'ygan, qiynalyapti. Akalar, kanalimizga obuna bo'linglar. Kanalimizga like bosib qo'llab-quvvatlanglar.